1 kvadratidan taxminan 13-14 dollardan zarar ko'rishyapti. Shilli bor, ya'ni bir-biriga gips yopishmagan. Bu ham bu izolyatsiyaning foydasi bo'lmaydi bu aslida. Отход ko'payib ketadi-yu deb oynani chetini g'ishga qilmaydi. Yaxshilab bir-biriga yopishtirish kerak. Xullas, sal mehr ko'rsatish kerak edi. Buni hozir yokida o'sha bazalt kichkina kusuklari kesilib, o'sha shilli yopiladi. Yuza ko'cha qismiga o'tamiz fasadda. Demak, bu yerda mana e'tibor beringlar, mana oynaning tepalari shilli bor. Mana bu plitada g'ishga mana to'g'ri qilingan. Ko'ryapsizlarmi oynada plita? Lekin uni ham normasi bor. Qancha bu yoqqa o'tish kerak, qancha tegi santimetri. Sal kamroq. Mana bu yerda qanaqa qilingan. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir bitta narsani sizlar bilan tekshiramiz. 3 metrlik pravilo. Xo'p. Mana uy egalari nimaga chaqirtirgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. U tepani oling. Mana. Endi qarang. Endi pastga tushiring. Qancha? Aslida qo'yganimizda ideal tekis bo'lish kerak edi. Mana o'ynayapti qancha. Xo'p. Mana bu yonidan olamiz. Bu yerda qanaqa? Bu yerda tekisroq to'g'rimi? Demak, aslida peripad zonada qattiqligi aniqlanyapti mana mashhur pravilo qo'yganda. Bu boyaga jilka tortilgan bu yerda mana, lekin noto'g'ri tortilgan. Uni qadami bor, aslida qadam bor. Kimga qiziq bo'lsa, kimga haqiqatan shu savollar qiziq bo'lsa yozinglar. Xullas, bu yerda oldin xotirjam karta degan narsa bor. Mufassatda bo'lib olib, oynaning oldidan boshlab, go'shkalarni ana undan keyin chizib, tap yopishtirib ketdim emas. Bekorga zavod ishlab chiqaruvchilar aslida shu narsani kontrol qilmaydi. Chunki o'zi ular uzillarni beradi va to'g'ri montajni ham kontrol qiladi. O'ziga reputatsiyasini ushlaydigan zavodlar shunaqa qiladi. Chunki materialda ayb bo'lib qoladi. Bu yerda hozir shu egasi qurilish sohasidan xabari bo'lmaganida qilingandan keyin boyaga devor tekis chiqmadi degan narsa bo'lardi. Undan tashqari bitta ikkita sekreti bor. Hozir bu chet elda, ya'ni import bo'ladigan material, lekin uni ham biz montaj qilayotganda bitta ikkita joyiga qaraymiz. Bu yerda hamma narsa bir-biriga bog'liq. Endi davom etamiz. Ko'rayotgan narsam faqat shel, aslida mana bu yerda ham shel bor, mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ham zamaski xors, to'g'rilaversa bo'ladi. Ya'ni bazalt mana bitta kichkina kusuqni misolida ko'rsataman. Hozir mana xuddi shunaqa qilib shel bor endi mana. Bu bunday qilib qo'yiladi. Qirqilib, kesilib, imkon qadar shu material, bu yerdagi ishlatilgan montaj materialini saqlab qolish uchun shunaqa qilinadi. Bu texnadzorlar bu narsani kontrol qiladi, agar shunaqa shellar bor bo'lsa. Yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Nima uchun men oynaronlarni qo'ydiraman? Chunki biz откос olamiz. Bu yana bitta o'zi umuman imoratlarda 3-o'rinda turadi. Oynarondan patera bo'lishi. Birinchi tom, devor, oynaron va pol. O'shaning uchun mana bu yerda bunaqa narsa bena qilinmagan, to'g'ri. Balki eslaridan chiqqandir, balki nazorat bo'lmagandir. Xo'p, demak men uy egalariga tushuntiraman. O'zi aslida откоsi agar 2,5 sm olib kira olamiz bu yerga mana. Xuddi shu holda men uy egalariga nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Agar oynaronlar ko'rinishi uchun 5 sm-likda qilsa bo'ladi. Ma'lum qismi bu yerda 3 bo'lsa, demak bu yoqqa profil mana 7 deylik, 10, demak 5 ko'rinadi. Agar biz 5 lik qiladigan bo'lsak, bu yerda 5 lik ko'rinadi. O'shaning uchun bu yerda mana pena urilgan joyga hozir men lenta tavsiya qildim. Lenta kirgan. Agar qiziq bo'lsa sizlarga menga yozsanglar, bemalol men uni tavsiya qila olaman, qatdan olishni ayta olaman. Xo'p, men penadan keyin men har bitta uyga tavsiya qilaman, lenta germetikada izolyatsiya qilishni ham ichki tarafdan, ham tashqi tarafdan. Chunki boyaga men shu materialda sizlarga foyda olib kelsin. Ya'ni montaj o'zi emas. Men harakat qilaman. Ya'ni material o'z o'rnida to'g'ri ishlatilsin va sizlarga foyda olib kelsin. O'sha xo'p, mana bu yerda jubillar qotirilgan ekan, sal akkuratliroq, boshqacha mehr bilan yondashish kerak edi. Men bilan boshqadan qo'rqaman. Endi e'tibor bersanglar, mansarda bu uyda gipki черепицада yopilgan safitlar, ya'ni mansardaga havo to'g'ri montaj qilingan bo'lsa, men hali tomga chiqmadim. Havo oqimi kirish uchun safitlar ishlatilgan. Ko'ryapsizlarmi oynaning cheti?